Voy, mana buni qaranglar. Kilosini necha puldan qilib beradi? Xalq uchun. Xalq uchun qilamizmi? Xalq uchun. Böyle 75 ming so'm. Aksiya lekin bu. Sizda foyda qoladimi? Foyda qolmaydi. Nima Foydasi savobidan umidvor bizlar 75 mingdan hozir hoji akalarimiz olsalar. olsalar. Bu yerda hozir eng katta qo'yiz necha kilo? Bular eng kattasi 60 kilo. Живой весga chiqadi 60 kilo. Tashqari bu yerda mana ko'ringlar. Mollarimiz bor, qo'ylarimiz bor. Bular zoti qanaqa bularni? Bular Sarski. Edilbay, Arashan, Sarski deyiladi. Ha, bu Arashan shumi? Ana shuni bor ichiga Arashanlar. Bu qo'ylarimiz Qirg'iziston tog'laridan kelgan. Aha. Zoti toza, quloqlari butun. Aha. Qurbonlikka hamma talabiga javob beradi, shariatga to'g'ri keladigan qilib, bizlar hammasini ichidan 1000 ta qo'yni ichidan terib olganmiz buni. Qarang endi, buni ichiga nimalar kiradi qurbonlik? Olib borib berish ularga. Oborib beramiz. Qo'yib berish. So'yib berish. Atxotlarni o'zimiz bilan olib ketamiz. Shunaqa. Maydalab hammasini paketlab beramiz. Beramiz. Hoji akamizdan faqat pulni to'lab, ehsonliklarni hammasini o'z joyiga yetkazamiz. Nodijon, aytganidek qilamiz. Afg'ondan kelgan. Afg'onistondan kelib, Tojikiston bilan Afg'oniston chegaradosh davlat-ku. Aha. Ana shu yerdan o'tib, u yoqqa tug'dirib, keyin bizlar buni olib keldik. Buni o'zim borganimga bular qimmat tushsa ham puliga qiziqmaganman, Nodirjon. Puliga qiziqmaganman, buni prosta ko'ribchi, havasim kelib olgan.